baribir. Shu bitta like bo'lsa ham o'sha video keyinchalik chiqishi mumkin ikkinchi qismi. Ba'zi videolar umuman ikkinchi qismi chiqmaydi endi. Chunki u kartalarga o'chirib tashlaganman. Ko'pini. Masalan, qaysini PvP haqida bitta ikkita videoning kartasi umuman yo'q deshadim. Yana bilmadim qaysilarni yo'q qilaman. Lekin OneBlock, anaqa Skyblocklar yo'qlarmi hali agar like yaxshi bo'lsa Skyblockni ham olaman. Skyblockni ikkinchi qismini olganman. OneBlock yaxshi ketaveradi birinchi qismi, lekin ikkinchi qismida faqat ikkita like yig'ildi. Nima bunaqa aktiv-pas? Hech bo'lmasa ko'ryapsiz-ku, nega like bosmayapsiz, obuna bo'lmasangiz ham. Shu 61 ta obunachi aslida 10 ta bo'lib chiqdi, yaqinda bitta odam obuna bo'lgani uchun. Odam bitta videoni ko'rib turib obuna bo'ldi, shorts videoni. Sizlar esa kanalda har kuni video ko'rasizlar, lekin birorta obuna bo'lish haqida o'ylab ham ko'rmaysizlar. Tushundim. Masalan, birorta YouTuberning kanaliga obuna bo'lish haqida o'ylab ko'rganmisiz o'zi? Kerakli odam bo'lsa, obuna bo'lasiz, har kuni ko'rish kerak bo'lsa. Men deyarli har kuni video chiqaryapman, lekin odamlar haqiqatan ko'ryapti, yo'qmi yo'q buni bilishim kerak-ku. Faqatgina ikkita odam har doim aktiv bo'ladi. Har doim hol-ahvol so'raydi. Sizlar esa hech bo'lmasa biror video haqida nimadir yozishga erinasizlar. Shunda ekran pastiga tushib obuna bo'lish qiyinmi? Axir bu videoni har kun ko'rasiz. Bu kanalda har kun ko'rasiz. Nega obuna bo'lmaysiz? Qanchalik obunachi ko'paysa, shunchalik mana shu modlar haqida ham video chiqaraman keyinchalik. Masalan, Herobrine bilan Vigilania bundan keyingi video agar qiziq bo'lsa. Yana qandaydir modlar bo'lsa, ular bilan videolar olaman. Masalan, horror modlar yoki qiziqarli qanaqadir monsterlarning farqi yo'q. Yoki qanaqadir mebel modlarining farqi yo'q, qanaqa mod bo'lsa ham olaveraman. Biz hardcore ikkinchi kun. O'sha bizdan chevaga chiqib qoldi. Qancha vaqt chiqdik? Chiqsak. Mana shu tarafdan chopdik, xalaq beryapti. Har uyalari keyinchalik kerak. Mayli. Endi qayerga yuguramiz? Xo'sh. Voy. Nashti baroq yugurikchi. Videolar ko'ryapsizlar, like bosyapsizlar, lekin hech narsa yozmayapsizlar. Kommentariy yozsalar, shu nima xohlasalar o'shani chiqaraman. Boshqa ba'zi bir YouTuberlarga o'xshab mod bo'ladi. Ba'zilardan ko'pchilikdan obunachilar iltimos qiladi. Keyinchalik mening obunachim ko'paygandan keyin kommentariy yozsalarki o'qimasam kibr ekansiz deydi. Shu kibr bo'lmagan paytda yozish kerak. Keyinchalik aktiv ko'tarilib ketgandan keyin o'zingiz chekasiz. Hamma ertangi kunni o'ylashni bilmaydi. Masalan, ertaga kanalimni yopib tashlaman. Kim biladi? Balki ertaga siz kanal ocharsiz. Kim biladi? Har doim hamma narsa bo'lishi mumkin. Ba'zi bir insonlar uchun hozir ekran ortida turib ham mana shu gaplar uchun kulayotganlar bor.
har kim qilishi mumkin bu ishni. YouTube kanal ochib, bu birovga kulgi bo'lish emas. O'z mahoratingizni ko'rsatib kuchayish. Boshqalarning videosidan chopish emas. O'z harakatingizni o'zingiz ko'rsatishingiz kerak. Masalan, kanalimdan hech qaysi videom menikida chopilmagan. Agar birortasini videosi o'xshagan bo'lsa, shunchaki tasodif. Men hech kimning kanalidan hech qanaqa video ko'chirmaganman. Yana YouTube'ga video qo'ygandan keyin eng birinchi aktiv bo'lgan odam yozdi. Niklar esimda yo'q ekan. Bo'rini rasm borligi esimda. Ular ham yaqinda Minecraft o'ynashni boshlashdi. Yaxshi, lekin aktivlar uncha emas-ku, lekin mayli. Kanallari xuddi menga o'xshaydi, ya'ni nima desa bo'ladi? Qanday tushuntirsa bo'ladi? Nagrodka degani bu sun'iy odam, ya'ni haqiqiy bo'lmagan, hech qanday kommentariy yozolmaydigan inson. Ya'ni bot. Bu narsani to'g'ri istamaganman, buni qanday qilishni o'zi bilmayman. Nagrodka degani bu insonligi. Birovga obuna bo'lsangiz, evaziga bonus sifati boshqa obuna qaytib keladi. Lekin bu narsa meni yaqinda o'chdi, ponni nimaligini bilmayman o'zi. Bu narsani birinchi marta eshitgandim. Shundaki kanalim umuman ishlamaganini rostdan 60 bitta odam ko'rardi, yo'q deb. Lekin oxirida ko'rgandan so'ng вообще odam bir do'stimdan so'radim obuna bo'lishini, u obuna bo'lgandan keyin nima desa bo'ladi? Obunachilar ko'paydi. Obunani qaytarib olgandan keyin obunachi kamaydi. Aniqrog'i 10 ta obunachi orasiga u do'stim qo'shilgandan keyin yana qaytarib olganda yo'q qoldi. Demakki, bor 10 ta obunachim borligi bu haqiqat. Uni yashirishdan foyda yo'q. Va biz hozir uxlayveramiz. O'yin dahshat qo'tyapti. Nima yugurib tashqaridan uxlasa bo'ladi-ku. Cho'tam olib chiqmayapti-ya. 31. Xo'sh, sizlar bilan bugun chin dildan gaplashishga harakat qildim. To'g'risini aytsam, shuncha harakatim yarasha bitta obunani qizg'anadigan insonlar uchun video chiqarishdan mencha yaqinda to'xtatsam kerak. Yana bilmadim. Ekran ortida turib tomosha qilayotgan har kim uchun iltimos obuna bo'ling. Har bir videomni oxirigacha ko'ryapsiz. Nega unda obuna bo'lmayapsiz? Ko'rishlar soni balki aldanchidir, lekin hech bo'lmasa 80 ta, 50 ta odam ko'rishi mumkin-ku. Tasodifiy tarzda. Men ham ba'zi bir YouTuberlarni olib kuzatardim. Balki shunday sodda tarzda kuzatadiganlar bordir, ya'ni obuna bo'lmasdan shunchaki bunday bo'lmasligi mumkin emas axir. Hozir qishloqqa borib videoni tugataman. Sizlar bilan qisqa